Assalomu alaykum hammaga. Bugun HTMLdan 6 darsimizni ko'ramiz. Hop, bugun nimalarni ko'ramiz? Bugun box model. Har bitta elementni box modeli bor. Shularni o'rganib chiqamiz. Birinchisi margin ekan. Bu margin tashqi bo'shliq. To'g'ri adashib ketdim. Tashqi bo'shliq. Demak, kontentdan tashqaridagi bo'sh joy bu margin deyiladi. Border esa kontent chegaralari, chegara chiziqlari. Padding chegara chizig'i va kontent orasidagi masofa. Kontent esa bu haqiqiy matn yoki rasm kontentni o'zi. Hop, endi ko'rib chiqamiz. 6 dars index html style css klasni ham ochib olamiz. Css ulab olamiz. Deylik, h1 degan tegimiz bor va uni ichida lorem va buni hozir box modelini ko'ramiz. Mana natijasi. Hop, CSS ham yozilib ketdi. Mana. Demak, bu H1 o'zi hech qanaqa stil berilmagan, shunchaki default holatdagi H1. Endi uni natijasini ko'rishim uchun mishkan o'ng tarafini bosib, prosmotr kod yoki F12 ni bossak ham ishlaydi. Demak, elementi bo'limida mana HTML kodlarimiz turadi. Mana kodning ichida H1 va lorem. Hop, CSS esa pastda turadi, mana style pastda turibdi. Demak, bosib, mana birinchi ko'ringan ikonkani bosib, mishkan ustiga olib boraman, bosamiz. Va pastdan mana H1 kontentimizni box modeli chiqib keladi. Birinchisi o'rtada turgan kontentni o'zini uzunligi mana 719 ga 37 pikselda bo'ladi bu. Va padding 0, border 0 va margin. Tepadan 21 piksel, pastdan 21 piksel. Bu default holatdagi o'zini marjini. Buni o'zgartirishimiz yoki katta kichik qilishimiz mumkin. Demak, CSSdan hech bir hop, birinchi padding. Keling border beraylik birinchi. Border bu chegara chiziqlar. Border va 3 ta qiymat bo'ladi. Birinchisi chiziqning uzunligi, qalinligi 1 piksel. Hop, chiziqning rangi qoraligicha qolsin, black. Chiziqning turi solid. Natijani ko'ramiz. Mana chiziq. Demak, chegara chiziqlari mana border uchi chiqdi 4 tarafdan 1 pikselda. Faqatgina bir tarafdan bermoqchi bo'lsam, border bottom, border top, left, border right. Demak, 4 ta qiymat bor. Soat strelkasi bo'yicha tepadan pastga qarab ishlaydi. Hozir buni ko'ramiz. Chizmada ko'rsatib beraman. Deylik, mana buni soat deb tasavvur qilsak, mana bu tepa, o'ng taraf va past va chap taraf. Mana shu nuqtadan boshlanadi va soat strelkasi bo'ylab o'ngga qarab yuriydi. Demak, bu top. Top. O'ng taraf right. Mumkin. Demak, birinchi top, keyin right, keyin bottom, past. Bottom. Chap, left. Eslab qolinglar. Soat strelkasi bo'yicha aylanadi. Birinchi berilgan qiymat top, ikkinchisi right, uchinchisi bottom, to'rtinchisi left bo'ladi. Hop. Demak, to'rtta qiymat top, right, bottom, left.
Border top. Demak, faqat tepasiga chiziq bermoqchiman. Buni hozircha yopib turaman. Bu border deb bersam, to'rttala tarafdan ham bittada berib ketadi. Faqatgina border top desam, bir piksel solid o'rni almashishi ahamiyatga ega emas. Agar rang bermasak, bu avtomatik qora rangni olib ketadi. Va natijani ko'ramiz. Mana faqat tepadan bir piksellik chiziq chiqdi. Bu yoqdan ham ko'rsatib turibdi. Tepadan bir piksel 0 0 qolgan joylar 0. Agar faqat chapdan bermoqchi bo'lsam, border left va 2 piksel red solid. Natijani ko'ramiz. Mana chap tarafdan 2 piksellik demak chiziq chiqdi. Endi to'rttala qiymatini bittalab bersak ham bo'ladi. Agar bittada bermoqchi bo'lsak, borderni o'zi bilan beramiz. Buni o'chiraman. Mana ko'rdik, to'rttala tarafdan berdik. Endi ichki bo'shliq bu padding. Paddingda to'rtta qiymatni birdaniga bermoqchiman. 2 piksel, birinchisi tepa edi. 3 piksel o'ng tarafdan, 4 piksel pastdan va 1 piksel chapdan. Ko'ramiz natija. Mishkan ustiga olib boraman. Demak, hozir marjinlar ko'rsatib turibdi. Mana bu yashil bizga uncha ko'rinmayapti. Xo'sh. Mana e'tibor bersangiz tepadan bu yoqdan yashil chiziq, yashil rangda ko'rinayotgani bu padding bo'ladi. Shuni kattaroq qiladigan bo'lsak ko'rinadi. Yashilda turgan demak. Padding bu yoqda ham mana yashil ko'rsatib turibdi. Ichi content bu ko'k rangda. Undan tashqari mana sariq joyi, mana sariq joyi bu margin, tepa va pastda margin berilgan. Bu esa border. Demak, chiziq, chegara chiziqlari va content orasidagi masofa bu padding. Chiziqni o'zi bu border, content bu content va chiziqdan tashqari bo'shliq bu margin. Margin, margin. Hop. Deylik 10 piksel desam, to'rttala tarafdan bir xil 10 pikseldan beradi. Agar mana to'rtta qiymat beradigan bo'lsam, deylik 20 piksel, 15 piksel va 10 piksel. Nima bo'ldi endi? Tepadan 10 piksel, o'ngdan 20 piksel, pastdan 15 piksel va chapdan 10 piksel. Mana ko'rsak ham bo'ladi. Mana tepa 10, 20, 15, 10 piksel. Agar faqat ikkita qiymat beradigan bo'lsam, birinchi qiymat tepa va past, ikkinchi qiymat chap va o'ng qismi bo'ladi. Demak, tepa va pastdan 10 pikseldan, chap va o'ngdan 20 pikseldan. Agar faqat bitta qiymat beradigan bo'lsam, to'rttala tarafdan ham bir xildan bo'ladi. Padding ham xuddi shunaqa. Agar bitta qiymat berib qo'ysam, ikkita qiymat bersam, tepa va past 20 piksel, o'ng va chap 30 piksel. Bitta qiymat bersam, ikkala tarafdan ham, to'rttala tarafdan ham bir xil 20 pikseldan beriladi ekan. Demak, bu box model edi. Contentni o'zini ko'rdik. Padding, border, margin. Endi width o'lchamlarini buni o'tgan darslarda ko'rgandik. Demak, gorizontal uzunligi width 500 piksel. Ko'ramiz natijani. Mana 500 piksel. Height bu balandligi 200 piksel. Mana balandligi 200 piksel. Hop, padding, box sizing. Box sizing, border box nima ish qiladi? Hozirda mana xo'sh H birimni uzunligi, gorizontal uzunligi 200 piksel bo'lishi kerak edi, lekin padding va border sababli padding qo'shilgan, vizga qo'shilgan va borderga qo'shilgan. Ya'ni ki kattalashgan. Natijasini ko'ramiz. Ustiga boramiz va o'lchamini ko'ramiz. Mana o'lchami 542 piksel bo'lgan. O'zi 500 piksel bo'lishi kerak edi. Mana bu joydan ko'rsak bo'ladi. Oy, qochib ketdi. 542 va 242 turibdi. Demak 500 piksel edi.
ikkala tarafdan 20 pikseldan padding qo'shilgan, 40 qo'shilgan, 540 bo'lgan va ikkala tarafdan 1 pikseldan border qo'shilgan, 542 piksel bo'lgan. Pastda ko'rsatib turibdi hech birini. Demak, shu joyda agar box sizing border box desam, padding va borderlardan tashqari ularni hammasini ichkaridan olib, ulardan qat'iy nazar uning o'lchami 500 ligicha qoladi endi. Ana mishkan ustiga olib bordim. 500 ga 200 turibdi endi. Demak 500 piksel 200 piksel. Endi padding va borderlar qutini kengaytirmaydi, naborot ichkaridan joy oladi, ichkariga qarab siqadi. Demak, box sizing border box shu uchun kerak ekan. Buning default holati, o'zi asli holati content box bo'ladi. Content box bo'lsa, tashqariga cho'ziladi. Xo'sh, ko'rdik. Xo'sh, ko'rdik. Overflow. Overflow nima qiladi? Agar men yozuvlarim chiqib ketib qolsa, loremni ko'paytirmoqchiman. Lorem, lorem deylik 1000. Natijani ko'ramiz. Mana, natija. Demak, content uzunligidan chiqib ketib qoldi mana. O'z chegarasidan chiqib ketib qoldi. Shu joyda overflow degan narsa kerak bo'ladi bizga. Demak, overflow hidden. Demak, chegaradan chiqib ketgan hamma qismi kesib tashladi yoki ko'rinmaydi. Uje ko'rinmadi. Overflow auto. Overflow auto desak, mana demak, qaysi tarafdan sig'masa, mana demak, balandligi sig'may qoldi, balandligidan scroll qo'yib berdi. Scroll qo'yiladi. Okay. Overflow scroll desak ham bo'ladi. Bu scroll deganda endi ikkala tarafdan ham scroll qo'yib beradi. Ham x o'qib, y o'qib bo'yicha, ham x o'qib bo'yicha scroll qo'yib beradi. Ham tepada, ham gorizontaliga, ham vertikaliga. Hop. Demak, ko'rdik. Scroll auto hidden'ni ko'rdik. Ana endi visible. Visible hidden. Visible hidden degan narsa bor. Bu umuman contentni ko'rsatmaydi. Demak, kontent butunlay yo'q bo'ladi. Lekin turgan joyi turadi va o'zi shunchaki ko'rinmaydi. Bundan keyin p yozadigan bo'lsam, bu ham pastdan chiqdi. Demak, bu joyda kontent bor, lekin ko'rinmay turibdi. Pastdan boshlanib ketdi. Hop, ko'rdik. Shu bilan birga display none degan narsa bor. Display none bilan visible hidden farqi, display none desam, kontentni butunlay turgan joydan sug'urib oladi. O'rni ham qolmaydi. Shunchaki ko'rinmaydi emas, просто yo'qoladi, yo'q bo'ladi. Endi yo'q bo'ldi. P tepadan yozilish boshlandi. Demak, bu box model mavzusi edi. Darsimiz shu joydan tugatamiz. Dokumentatsiyani yaxshilab o'rganib chiqib, o'qib chiqib va video pastdagi vazifani bajaringlar va bizga yuboring. Darsimiz shu joydan tugatamiz. Rahmat, salomat bo'ling.